Bu yerda yana yo'l yo'q, obbo. Mayli qishloqqa prostaga bormasligim uchun Mametdan temirni olib ketay. Yana hech nima topganim yo'q-a. Hamma salomdoshlar, men otim Kompot, yangi joyimga yaxshi kelibsizlar. Men уже 3 soat shaxtada yuribman. Mana qaranglar, hamma fakil ishlatib bo'ldim, hamma ovqatim ishlatib bo'ldim. Bitta dona bo'lsa ham izini topganim yo'q. Prosta qishloqqa bormaydi, temirni olib ketyapman. O'tda ham bo'ldim, o'tda ham bo'ldim, pastda ham bo'ldim, hamma yoqda bo'ldim. Bitta ham izini topganim yo'q. Nimasi bu? 3 soatdan beri ko'ylab yotibman. Уже menga bu ezvordi. Shuncha tezroq chiqim kelyapti. Balkim gap shaxtadadir ham. Shaxta eskiligidan hamma narsa olib ketib bo'lgandir, bilmadim, lekin rostdan ham lekin shaxtani almashtirish kerak. Bitta ham izini topganim yo'q. Qanaqa bo'lishi mumkin bunaqa? Qishloqlar meni uyimga yig'ilib oldimi? Nimaga tushunmadim, meni kutayotganmikin? Qani so'raychi, boraylikchi. Qishloqlar meni kutyapsizlarmi? Nima? Kompot dabjoqli yeb qoldingsan. Kod qizil. Nima? Qanaqa yana kod qizil? Kompot Davidsan vovohlik yeb qolding. Sizlarga nima farqi bor? Lekin uyimga kirib edi. Nima ketaryapsizlar? Seni qirg'izamiz. Nimaga qirg'izamiysizlar? Surpriz qo'yamiz senga, surpriz. Qirg'izlik hech qanaqa surpriz yoqmaydi menga. Qirg'izlik qishloqqa voy. Yo'q, qirg'izamiz Kompot, juda ham katta surpriz tayyorlayapmiz senga. Voy ko'rlikchi, nima bo'tgan ekan, ne qirg'izmayapsizlar meni uyimga o'zimni? Bu yerda ham ko'rinmayapti, yopib qo'yishibdi oynani. Nima qilyapsizlar o'zi, ha? Qirg'izlar, voy, parda yopib qo'yishdimi? O'ynashyaptimi? Nimaga meni uyimga kirgizishmayapti? O'zim uyim-ku, qirg'izlar qishloqlar, tushunmadim men. Bo'ldi ketdi. Kompot, nima bo'ldi? Men ketdi qishloqlar. Prosta uyni tozalab ketdi aytganingni. Nima? Uyimni tozalab ketdi? Men hech qanaqa aytganim yo'q-ku. Bittasi surpriz deydi, bittasi uyini tozalab ketdi deydi. Nimadir o'g'irlab ketishganmikin? Hech nima bo'lgani yo'q, lekin nima qilishgan ekan? Hozir nima qilishdi men tushunmadim. Uyim kirligicha kir qoldi. Shunda ham kirdi, tozalab ketishmadi. Prosta mashina qishloqlar yig'ildi. Hop kirdi. Keyin nima bo'ldi? Mashina talpaq qishloqlar yig'ildi, ko'p qishloqlar. O'g'irlab ketishganmikin? Yo'q, telefonim joyida, hamma narsa joyida. Izimrod yo'q edi shunda ham. Yo'q, Izimrod. Shaxtadan kelyotgandim, balkim qopqonlar qo'yib ketishganmikin? Qanaqa qilib kelyapti, qopqon qo'yib ketishganmikin? Qopqonlar yo'q. Bu yerda ham hech nima yo'q edi. Notebookim o'g'irlab ketishmabdi. Hammasi joyida-ku. Nima bo'ldi? Men tushunolmayapman. Kirligicha uyim kir tozaladish, surpriz, hech qanaqa surpriz yo'q. Mayli. Qishloqlar nima qildinglar? Jahlimga chiqaryapsizlar. Nimaga san turuvding aytdi? Nimaga aytmadi o'qishlar Kompot kelganda? Qishloqlar bilan gaplashib eslashib qolibdi Kompot kelganda sizga. Voy, sal qoldi bilib qolishiga qarang, lekin bilib qo'ygan yomon qilardim seni. Bo'ldi, bilib olish kerak edi Kompot haq ketayotganda. Hozir uydan chiqsa sразу uyga kiramiz. Keyin qancha ketayotganini bilishing kerak. Bo'ldi, bilib olamiz. Hozir Kompot ketsa, agar so'rayman qancha ketayotganini. Bo'ldi, davay so'ralaring. Shaxtadan keyin negadir meni qornim ochib qoladi. Har doim shunaqa bo'ladi shaxtadan keyin. Shuning uchun men magazinga ketmoqchiman. Izimrod yo'q, lekin temirli slitkalar menda bor 6 ta. Keyin bitta oltindan slitkam bor edi. Mana shu yerda narsalar olaman. Oyligim ham hali tushgani yo'q, fermer bo'lib, dehqonim oyligi tushgani yo'q hali ham. Shuning uchun men narigi qishloqdagi magazinga boraman. Bo'ldi, kalit yo'qotib qo'ydim bo'lmasa, uyni yopib qo'yardim, qishloqlar g'alati ko'rinyapti. Baribir uyimda o'g'ildigan hech nima yo'q, to'g'rimi? Kompot, salom. Salom qishloqqa. Boya nima qilyotgandinglar sizlar, tushunmadim men. Prosta surpriz qilyotgandik. Narigi qishloqqa tozalayotgandik dedi-yu. Surpriz bilan tozalash. Ikkalasi bittada surpriz bilan tozalash. Surpriz bilan tozalash g'alati ko'rinyapti-yu, qanaqadir. Sen qayerga ketyapsan? Men magazinga ketyaptim, nimaga? Prosta so'radim-da. Xo'p, 20 minut borish, 20 minut qaytish, yana magazinda 20 minut bo'ladi, 1 soatdan oshiq qolib ketadi. Nima? Tushunmadim. Bo'ldi, ishtimi? Nima dedi qishloqqa? Nimalar bo'lyapti? O'zi qanaqadir g'alati narsalar bo'lib ketyapti. Mayli, men ketdim. Magazinga bo'lsam juda ham qornim ochib ketdi. Do'stlar, sizlar komment yozib qo'yinglar. Nimadir g'alati narsa bo'lyapti, tushunmadim men. Qishloq uyimda yig'ilyapti, nimalar bo'lyapti?
Ha, mayli, men narigi qishloqdagi magazinga borib kelay, keyin sizlarga qaytaman. Ha, ketdim bo'lmasam ko'ramiz keyin. Ishim o'g'liga narsam yo'q-ku, menda baribir, to'g'rimi? Qishlog'im uyimda. O, davay bo'ldi. Sen aytding 1 soatdan keyin keladi deydi kapot. Narigi qishloqdagi magazinga ketdi. O'zim o'ylab topdim 1 soatdan keladi deb. Qaragin deydigan adashgan bo'lsang, davay hamma qo'ldan kirka olsin, ketdik degan. Eshitdinglarmi? Hamma qo'liga kirka olsin, davay ketdik. Maymisanlar kirishda turib turinglar. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Voy do'stlar, mazza qildim lekin ovqat yeb. Narigi yangi magazin ochilibdi yaqinroqda. 30 skidkalar zo'r ekan. Mazza qilib, mana shu 6 slitkaga, ham yana bitta 6 lik slitkaga shuncha narsa oldim, ha. Yomon skidkalar ketayotgan ekan. Yangi magazin ochilibdi yaqinroqda. U magazin yopiq ekan. O'sha uchun yaqinroqda yangi magazin ochishdi. O'sha yerdan narsalar oldim mazza qilib. Skidkalar zo'r ekan lekin. Uyimni sog'inib ketdim, tezroq uyimga boring. Nima? Yana qishloqqa yig'ilib oldim. Ezvordi-yu bular. Nima holatda meni uyimdan? Mayli, hozir baqirib yana chiqib kelmayman-da, kuzatamiz nima qilishligini unanim. Mana mashq kechqurunga tushib olamiz. Nima qilishyapti-kina? Balkim meni kutishayotganmikin, meni qidirishayotganmikin, ha? Davay bo'ldi, tezroq 20 minutdan keyin kapot qaytish kerak. Nima? 20 minutdan keyin kompot qaytish kerak deydimi? Bo'ldi, bugun voqealar qaytamiz. Zo'r olding, ko'p izumrudlar olding. Yaxshi bo'ldi. Davay qishloqlar tezroq ketdik. Nima deyapti? Tezroq ketdik deyaptimi? Qanaqa izumrudlar gap ketyapti? Bo'ldi, mana mashina olamiz. Bo'ldi, qishloqlar ketdik. Normal izumrud oldik bugun. Keyingi safar kiramiz bu yoqqa. Davay, xayr. Nima bo'ldi hozir? Qanaqa izumrudlar gap ketdi? Tushunmayapman men shuni mana. Qishloq, uyimda hech kim yo'q, kirsam bo'ladi. Qanaqa izumrud deyishdi? Mana uyimda hech qanaqa izumrud yo'q. Bitta ham izumrud topganim yo'q shaxtadan. Qanaqa qilib izumrud o'g'irlashadi meni uyimdan? Nima kirib yotibdi bo'tlar? Men hech narsani tushunmayapman. Menga tushuntirib beringlar do'stlar. Hech nima o'g'irlashgani yo'q, shunda ham izumrud yo'q edi. Notebookim ham joyida, hamma yoq kirib yotibdi. Mana shuncha qishloqlar bo'tdan kirishdi. Polni ham sindirishdimi? Yerimni ham sindirishdi-yu. Qishloqlar, mayli, menda bulojni bor tuzatib qo'yaman. Nima qilishdi tushunmayapman. Qanaqa izumrudga gap ketish, qanaqa izumrud o'g'irlab ketishdi uyimdan? Hech qanaqa izumrud yo'q-ku menda. Mayli, men bitta kamera osib qo'yaman keyingi safar, lekin kameraga ham pulim yo'q-da, yoki telefonimga olamanmi videoni? Mayli, ko'ramiz keyin. Keyin qishloqlardan keyin kirgan tozalashim kerak. Birinchi bo'lib yerni tuzatib olay. Nimalar qilib tashlashsa uyimni mana. To'xtanglar. Nima? Tushunmadim. -1 qavat borman uyimda. Men buni qurmaganman. Qanaqa qilib? Hech kim yo'qmi? Qani ko'rishlikchi. Hech kim yo'q. Hozir ko'ringlarchi nima bor ekan u yerda. Menga ham qiziq, o'zim ham bilmayman. Nima? Izumrud? Men uxlayapmanmi, tushunmayapman. Qanaqa qilib shuncha izumrud bo'lishi mumkin? Voy. Endi men tushundim qishloqlar qaqqa nimaga uyimga kelayotganini. Nimaga uyimga kelayotganini tushundim men. Shuncha izumrud oldi kelayotgan ekan-da qishloqlar. Surpriz deydi, qanaqadir surpriz deydi. Yoki tozalashmi deydi. Qanaqa tozalash, qanaqa surpriz? Izumrud yo'q, meni o'g'irlamayapti, eshitmanmi desam, shuncha uyimga tegidi, izumruddan o'g'irlayotgan ekan u. Uyimga tegidi ham, tepasida ham narsa meniki bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun demak, men narsamni o'g'irlashyapti hozir. To'xtanglar-chi, rostkasib izumrudmi? Конечно, rostkasib izumrud.
Bo'ldi, man ishondim qishloqilar. Shunaqayam bo'ladimi qishloqilar? Yaxshi deb o'ylasam qishloqlarni. Men yerda shaxtada 3 soatlab ko'lab, bittayam izumrud topolmasam, bu yerda shuncha izumrud turgan ekan uyimni tagida. Даже men bilmas edim shuncha izumrud tagida uxlashimman. Ayni yerda kelavatim turibdi, bu yerda men uxlayapman. Ayni yerda kelavat, bu yerda men uxlayapman. Qanaqa qilib? Ayni yerda yana men shaxtada yuribman 3 soatlab. Mayli, demak bu yerda ba'zi, bu yerda uxlashgan, vaqt yetkazmasdan bu yerda qazishgan keyin. U yerda uxlashgan, bu yerda qazishgan. Bo'pti, men bitta hamma izumrudlarni olib, ustidan masxara qilaman keyin qishloqlarni. Yomonsan chiqazyapti lekin mani narsamni o'g'irlayapti. Mani izumrud tagida uxlayotganimni men bilmas edim даже. Men keyin hozir zo'r narsa qo'yaman. Bitta zo'r g'oya keldi menga. Izumrudlarni masxara qilaman. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana do'stlar, oxirgisini qo'ydim. Bo'ldi, zo'r narsa bo'ldi. O'zingiz tushungan bo'lsanglar kerak-a. Mina izumrudlar bitta bosib portlab ketadi-yu. Bo'ldi, endi men ko'rsataman o'g'irlashim mani izumrudlarimni. Izumrudlar qad desanglar, mana hamma izumrud oldim, qaranglar, shuncha ko'pligini. Hamma izumrudlarni olib chiqdim, bitta ham qoldirmadim. Keyin men yoqqa minalar, qopqonlar qo'yib chiqdim. Hammasi mina bitta bosib, portlab ketadi bitta bosib qishloqlar. Bo'ldi, endi men ketishimni aytaman, keyin qishloqlar keladi. Popam bo'ladi. Davay bot yopib qo'yamiz, hech nima ko'rinmasligi uchun. Bo'ldi, ketsa bo'ladi qishloqlarga. Voy. Kapot, qayerga ketyapsan? Ama aylanishga ketyotgandim, uzoqqa ketyapman. Uzoqqa deysanmi? Yaxshi, uzoq ketsa undan ham yaxshi. Men uzoqqa aylanishga ketyapman. Bo'pti qishloqlar, sizlar men bilan xohlamaysizlarmi aylanishni? Yo'q, kerak emas. Bo'pti, bo'lmasa men ketdim. Men uzoqqa aylanishga ketyapman. 2 soat, 3 soatlarda kelaman. 2 soat, voy, yaxshi, bo'pti, kapot, yaxshi aylab kel. Bo'pti qishloqlar, rahmat. Ketdim, hozir ko'rasizlar o'zinglar. Bo'ldi, hozir qishloqlar kirsa kerak uyimga. Qani, ana kiryapti qishloqlar uyimga. Hozir pavax bo'ladi agar bossa izumrudlarni. Hozir kutamiz bo'lmasam izumrudlarni bosishni. Davay qishloqlar, hamma qo'liga kirib olsin. Kapot uzoqqa ketibdi, o'zi yetdi. 2-3 soatlardan keyin qaytadi. Endi hozir hamma izumrudlarni olmasam bo'lmaydi. Davay qishloqlar, tezroq ishlanglar, hamma izumrudlarni olishimiz kerak hozir. Ana bo'ldi, portladi. Mani vazifam bajarildi. Bo'ldi do'stlar. Qishloqlar, shu yerdamisizlar? Javob bermayapti qishloqlar. Bo'pti, like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Hammaga xayr, oxirigacha ko'ringach rahmat. Qishloqlar.